Joli Nusdan so'rashgan ekan. Ustoz, siz nega kasal bo'lmaysiz deganda, qornim ochib, ishtaham tortmagunicha yemayman. Yesam to'yib yemayman va yeganimni oshqozonimda ko'p ushlab turmayman degan ekanlar. Ya'ni hamma sog'ligimni sababi ovqatlanish tartibiga rioya qilganimdan deyaptilar-da. Bugun afsuski azizlar, O'zbekiston xalqi noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqadigan kasalliklar bo'yicha biz birinchi o'rinda turibmiz. Avvalgi o'rinlarda turibmiz. Payg'ambarimiz alayhissalomdan masalan bir sunnat. Rasul akram alayhissalom ovqatlanishda suyuqlikni ichmasdilar. Bir muddat avval ichardilar. Ovqatlangandan keyin yana bir muddat o'tkazib keyin ichardilar.